Oy tentak, hali buncha barvaqt o'zingni o'ldirmasan, hali bola chaqangga keraksan, oila a'zolaringga keraksan. Nos chaqishga chiqqanim tupursa maylimi nosimda? Ha, nos chaqishga chiqdingmi? Mayli, bor. Hozir o'zim yordam beraman. Ha, kel, qanisan? Oy, u nos chekishga chiqqan ekan, yordam berishing shart emas, Spiderman. Obbo, bu marta ham o'xshamadi. Nuqul, har doim shunaqa bo'laveradi. Ketdim men. Yo'q, Spiderman yuguryapti. Osmonda yuguryaptimi? Nima qilyapti? Mayli. Bizni qishlog'imizda mana o'sha asfaltlash ishlari boshlandi, lekin kamgina asfalt qilib ketishibdi. Hayronman. Mana bu mashinalar yura oladimi-ekan bu asfaltdan? Yura olsa kerak, bilmadim. Yura olmasa, yura olmas. Yura olsa, yura olar, bilmayman garojdak. Lekin mana bu yo'llarni biroz g'alat qanaqa Spidermanlashgan, asfaltlashibdi. Telefon kelyapti. Alo, eshitaman. Jo'g'a, qayerdasan? Uyimni yonidaman. Tez yorib ketib kel. Kecha qilgan ayb ishingni to'g'rilashing kerak. Bo'pti, hozir boraman janob mer. Bosh yetmay turgandi. Qanaqa ayb ish qilganimni sizlarga ko'rsatishim kerak. Обязательно, lekin sizlar ko'rgansizlar. Mana bu yerda mototsiklim portlab ketdi esinglarda bo'lsa agar pitsa yetkazib berayotganimda mana shu yerni sozlash kerak. Mayli, endi nima ham derdim. Qilgan ishim uchun javob berishim kerak edi baribir. Hozir narsalarni olib kelib olayinda. Tak narsalar qani edi? Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qara, ikkinchi safda narsalar bor. Bor ekan, demak mana shu narsalar hammasini olishim kerak demak. Qarang, nimaga asfaltlarni bergansiz? Men asfaltlashim kerakmi yo'lni? Ayrim qismlarni asfaltlaysan ham. Qanday ayrim qismlarini? Ba'zi o'sha joyni xullas, asosiy ko'chani to'liq asfaltlash kerak. Tushunarli, lekin biroz g'alati-yu asfaltlash. Iloji yo'q, asfalt qilasan. Bor, xatoing to'g'rilandi. Mayli. Aytgancha, ana u tomni ustidan o'zini tashlamoqchi bo'lgan chet elga nima bo'ldi? O'zini o'ldirdimi? Yo'q, u nos chaqishga chiqqan ekan, tushib ketdi. Yaxshi. Tushib ketdi, o'ldimi? Yo'q, asta tushib ketdi qaytib joyiga, uyga kirdi qaytib. Shunaqa dedi, Shunaqa dedim-ku, bo'pti, men ketdim janob mer. Hozir ishni boshlayman, borib uyimdan asbob uskunalarimni olayin. Lekin bir o'zimga buncha ish qilish to'g'risi juda ham qiyin-da. Nima qilsam ekan? Bitta reja o'ylab topish kerak. Menda bitta reja bor, to'xtanglar-da. Spiderman bor edi-yu, o'shani yordamga chaqiraman. Yordam deb baqiraman, keladi u. Keyin qanaqa yordam deydi. Keyin aytaman, mashina asfalt qilib ber deyman. Deydi. Rostdan ham asfalt qildirib olaman bahonada. Juda ham zo'r edi. Ko'ryapsizlarmi? Geniy bo'lish kerak-da bu uchun. Hozir birinchi nima qilmoqchi edim, esimdan chiqib ketdi, o'ylab turgan rejam. Mana bu yerda bir ikkita joylarni to'g'irlatib boraman. Короче, o'sha Spidermanni chaqiraman, hozir keladi, yordam beradi. Nima qilsam ekan? Birinchi yordam beringlar, yordam beringlar, yordam, menga hujum qilishyapti, yordam. Kimdir yordam bersin axir, yordam beringlar, yordam kerak menga. Yordam beringlar. Nima bo'ldi? Sen uchib kelmaysanmi? Charchadim to'g'risini aytsam. Xullas, mana bu yerni ko'ryapsanmi? Dabdala bo'libdi. Qani, senga kim hujum qildi? Yo'q, hech kim hujum qilgani yo'q. Mana shu yerni sozlash kerak. Jinnimisan? Men senga nima, yo'l quruvchimanmi? Men odamlarni yordam berib, qanaqa qutqarib yordam beraman. Tushunarli. Mana senga bitta qutqarish ishi bo'yicha mana uni olasan. Sen odamlarga yordam berasan, to'g'rimi? Mana to'xtab tur. Mana buni ol, mana buni ol, mana hammasini ol, короче. Menga yordam berishni xohlasang, mana shu narsalarni olasan-da, mana shu yerni chotki qilib berasan. Tushundingmi? Bo'pti. Bor. Ketasanmi sen? Hozir nima qilmoqchisan? Ketaman, bor, uyimda dam olib o'tiraman. Bo'pti. Mayli, qarada lekin. Agar yana shunaqa chaqiradigan bo'lsang, yordamga kelmayman umuman. Bo'pti, vahima qilma. Shunday tozalavor, to'g'rilavor, qiyin emas, to'g'rimi? Bo'pti. Juda ham zo'r bo'ldi. Bechora Spiderman endi shu yerni sozlab bersa juda ham yaxshi bo'lardi. Men hozir uyimga boraman-da, короче, maza qilib, damni olib yotaman. Yo notebook o'ynayman-mikan, notebookda chotki Minecraft dahshat modini topganman. O'sha modda o'ynayman. Aytgancha, jigarlar, sizlarga bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Video opsiyasida Telegram kanalim manzili bor. Telegram kanaliga o'tib obuna bo'linglar. U yerda hech narsa bo'lmaydi. Prosta obuna bo'lib qo'yinglar, tamom. Mana esa Minecraft o'ynashni boshlayman. Mayli, unda men bu yerning ishini boshlayman. Ya'ni ana u joyga yaramas bu yergan ishni qilaman. O'zi men hammaga xizmatkor bo'lib qoldim pashti. Bu yerni rasvosini u chiqargan, men bu yerni tuzatishim kerak. Dabdala qilgan hamma yo'qni.
Obbo, mana bu yerni bloklarni bermabdi-ku. Mayli, hozir qayerdandir topib kelishga harakat qilaman. Mana bu yerda bir ikkita bor ekan, shular yetarmikan? Hozir shu yerdagilarni hammasini olsam. Yo'q, yetmaydi shekilli. Bundan ko'p ekan bu yerda. Mana shular hammasini olib boraman, bemalol yo'l qilish ketadi. O'zi-ku bu yoq asfalt qilinsa, shag'al nima keragi bor? Menimcha shag'al qilinib turib ustidan asfalt qilinsa kerak. Lekin juda ham g'alati o'ylangan reja. Bu rejani bilmayman kim o'ylab topgan. Menimcha bu janob merda fikri bo'lsa kerak. Tak 19 ta yetib qolsa kerak. Hozir bu yerni qaytarib bloklar bilan to'ldirib tashlashim kerak. Mana bunaqa bloklar berishgan. Hayronman nimaga bunaqa yashil blok bergan. Yashil blok bilan qilgandan ko'ra boshqacha blok bilan qilgan yaxshi bu yerni. Mayli, hozir qilib bo'lganimdan so'ng Johani chaqirib kelaman va qanaqa chiqqanini baholash shart emas, baholatib nima qilaman. Agar u meni ishimni baholab bersa, bu yerda men ishlab nima qilardim, ha? Bu ishni qilmaganim yaxshi kundan ko'ra. To'g'rimi, obunachilari Johani menga ham obuna bo'larmidilaring? Men YouTube kanal ochsam, Spider-Man degan YouTube kanal ochmoqchiman. Nima deysizlar? Spider-Man Minecraft. Yo'q, bo'lmaydi menimcha. Chunki sizlar meni poddershka qilmaysizlar agar kanal ochadigan bo'lsam. Lekin juda ham xohlayotgandim kanal ochishni. Lekin menimcha sizlar rostdan ham meni qo'llab-quvvatlamaysizlar. Kommentariy yozinglarchi, meni qo'llab-quvvatlaysizlarmi? Sizlar Johani obunachisizlar. Sizlar Johani yaxshi ko'rsanglar kerak. Men esa Johani yomon ko'rib qoldim, chunki u meni aldab chaqirdi. U ishini qildirib olmoqchi edi. Spider-Man, sen ish qilib yuribsanmi? Endi Joha yordam ber deganga yordam berib yurgandim. Qarochi, hozir men bu yerni yo'llarini to'g'rilab bo'lganimdan keyin esa ketaman. Qayerga ketasan? Uyimga ketaman. Qayoqqa ketardim? Borib o'tiraman, dam olaman. Tushunali. Tezroq bu yerni sozlachi. Sozlayapman, ko'rmayapsanmi? O'zi shunaqa ishlar bilan band bo'lib qolyapman kun bo'yi. Boshqa ish yo'q menga. Sen esa bu yerda turmasang yaxshi bo'lardi. Xalaqit qilyapsan. Men o'zi doim xalaqit qilib yurganman hammaga. Tushunali. Nimaga bunaqa qilasan, hayronman. Bu juda ham yomon ish u. Qarochi, bo'ldi, bor, iltimos menga xalaqit qilma. Men bu yerni tezroq sozlashim kerak. Mayli, bo'pti, ketaman, farqi yo'q menga. Bo'pti, yaxshi bor. Nima qilsam ekan, tezroq qilib bo'lsam, nima qilsam ekan deyman. Tezroq qilib olishim kerak aytgancha. Bu yerni hali asfaltlab chiqishim kerak. Obbo, mana bu yerga noto'g'ri qo'yib yubordim-ku. Mayli, hozir to'g'rilab olamiz. To'g'rilash qiyin ish emas. Xo'p, bloklar juda ham ko'p ekan, bemalol yetar ekan. Iltimos, bu yerdan qochib tur, jetel. Hozir ketaman dedim u. Tezroq ketmaysanmi? Men seni qancha kutishim kerak yana? Ozroq kut, bir 2-3 minutcha. Bo'pti. Obbo, blok ketmay qoldi. Nima qilsam ekan? Tak. Hozir nimadir o'ylab topaman. Bor blok olib kelaman yaxshisi. Lekin men Spider-Manman axir. Men esa xizmat qilib yuribman. Mayli, Spider-Man o'zi xizmatkorlik uchun tug'ilgan, to'g'rimi? Spider-Manni bunaqa narsalar uchun chaqirishsa juda ham yomon bo'ladi. Sizlarga qanaqa yordam kerak? Kommentariy yozinglar. Men borib yordam berishga harakat qilaman. Faqat yerni chopish kerak, o't o'rish kerak, o'tin yorish kerak. Bunaqa ishlarni aytmanglar menga. Chunki meni qo'limdan kelmaydi. Qo'limdan kelsa ham qilmayman, chunki o'zi mana Johani ishini zo'rg'a qilyapman. Chunki unga janob mer buyurgan. Janob merning buyrug'i esa men uchun ham qonun. O'shaning uchun o'zim Johani ishini bajaryapman. Bo'ldi. Mana yetdi bemalol. Buni berib qo'yaman. Endi mana o'yinni remont qilib berishim kerak albatta. Chunki hasharga kelganman, u hasharga aytishgan meni. Bizda daraxt bor ekan yaxshi. Lekin juda ham ko'p ekan daraxt. Daraxtni hozircha olib qo'yaman. Menga ham kerak emas. Taxtalarni olamiz. Taxtalar bilan albatta bu yerni bunaqa holatga keltirish kerak. Menga deraza berishga hayronman, lekin deraza bu uchun kerak emas. Xo'p, kerak emas narsalarni endi olib qo'yib, asfalt ishlarini boshlayman. Xo'p, qayerdan boshlab asfalt qilsam ekan? Xo'sh, qayerdan? Mana bu zina ortiqcha ekan bu yerda. Buni olib tashlash kerak yaxshisi. Mana shu yerdan boshlab asfalt ishlarini boshlayman. Doimo bunaqa qilib padyom qilib qo'yaman. Shunda mashinalar tepaga chiqishga qiynalishmaydi. Nimaga Joha o'zi qilmayapti bu ishlarni? Sizlar bilasizlar, obunachilar, kommentariy yozinglar. O'zi nima uchun qilmayotganini sizlar bilasizlar, aniq bilaman. Men esa nima qilib bo'lsa ham shu ishlarni tezroq qilib ketmasam, qutulib ketmasam, Joha agar yana qanaqadir ish bersa juda ham chatoq bo'ladi. Agar menga polizdagi ishlarni bersa, bu juda ham yomon degani. Nimagadir tomog'im og'riyapti. Menimcha muzqaymoq yeganimga shunaqa bo'lyapti shekilli. Qayoqdan ham muzqaymoq yedim-a? Mayli. Muzqaymoqni yemaslik kerak. Ayniqsa juda ham muzdek holatda. Biroz isitib, eritib yeyish kerak. Sizlarga maslahat beraman. Shunaqa qilib yeyish juda ham mazali bo'ladi. Lekin quyma marojnilar juda ham mazali bo'ladi. Xo'p, endi yo'l qurilishida ishlasam ham bo'laverar ekan asta-asta. Chunki mendan zo'r yo'l qurilish ustasi chiqar ekan.
Men esa qilib o'tirgan ishimni qaranglar, yo'lni sozlab o'tirish. Mayli. Menga ham qachondir nimadir bo'lar. Spiderman, qalaysan, tinchmi? Bo'ladi, bo'ladi. To'g'risini aytsam juda ham charchadim. Sen yo'l qurilishida ishlayapsanmi? Shunaqa. Senchi? Men bekorchilikda ishlayapman. Senlar o'zi bekorchisanlar-yu. Senlarga mazza, menga esa nomazza. Mazza bo'lganda mazza bo'lardi. Mayli, adashmasam, janob merning uyini yonigacha asfalt qilib borilishi kerak. Ya'ni janob merning uyi bu, janob merning uyi. O'shaning uchun janob merning uyini yonigacha asfalt bo'lishi kerak. Hozir asfalt yetgunicha asfalt qilaman. Menimcha janob merning uyigacha yetmasa kerak. Yetganicha qilmoqchi edim. Va bittagina ortib qoldi. Bittani mana shu yerga qoldirib ketaman. Bo'ldi, juda ham ajoyib. Endi esa Jo'xaga telefon qilaman. Alo Jo'xa. Nima bo'ldi Spiderman? Men ishni tugatdim. Endi ketaman. Bo'pti, ketaver, hozir boraman. Bo'pti, kelaver. Men esa ketdim. Mayli, rahmat senga addushi jigarim. Yana ishlar bo'lsa aloqadaman, o'zim telefon qilaman senga. Yo, meni ishga aytib o'tirma. Nima uchun? Juda ham charchadim. Bo'pti, mayli, rahmat shuncha yordam berganing uchun ham senga addushi bratishga. Seni narsalaringni ko'chada qoldirib ketyapman. Kelib ol. Tushundingmi? Yo'q, janob meni uyga olib borib ber. Bo'pti. Obbo, endi janob meni uyiga olib borib berishim kerak. Nimaga bunaqa bu Jo'xa? O'zi qilayotgan ishni menga buyurib, o'zi ish qilmay o'tiraveradi. Bo'pti. Assalomu alaykum janob mer. Spiderman, nima qilib yuribsan? Jo'xa bir ish buyurganda o'shani qildim. Hozir mana bu ortiqcha narsalarni shu yerda qoldirib ketyapman. O'zi kelib oladi Jo'xani. Mayli, bo'pti, bor, rahmat senga. Arzimaydi. Men ketdim garochi. Obbo, juda ham charchadim. Tezroq boray, dam olaman uyga borib. Sizlarga esa xayr deb qolaman, chunki men ketdim-ku, ketyapman. Xayr garochi. Yaxshi bo'libdi-da, nima edi, Spiderman ishlarim tugatgan. Endi borib ko'rsam bo'ladi. Janob mer endi menga gapirmaydi. Mazza bo'ldi. Janob mer uydan borib narsalarni olib kelishim kerak. Lekin janob mer yoniga bor, dahshat qilib yuboribdi-yu. Bu yerda bitta mashinani haydab ko'rish kerak sinash uchun. Hozir janob mer mashinasini haydaymikan, yo mana bu yerdan birorta mashinani haydaymikan, nima qilsam ekan? Mana shu mashinani haydayman, qarochi. Egasi kimligini bilmayman. Menga indamaydi, aniq bilaman. Chunki egasi menman. Mayli, haydasang hayda. Bo'pti, ko'ryapsizmi brat, o'zim ham bilasiz, yaxshi bo'laman. Rahmat sizga dushi bratanim. Tak hozir men buni qanday tezroq bo'lsam bo'ladi. Aytgancha obunachilar, Spiderman sizlarga nima dedi? Obunachilaringga aniq gapiraman degandi menga. Sizlarga nima deganini bilmadim, lekin men bu yerni rasvosini chiqaryapman. Agar shu mashinani ham portlatib yuboradigan bo'lsam, dabdala bo'ladi, bilasizlarmi nimaga? Chunki dabdala bo'ladi-da. Mashinani yo'li juda ham cho'tki chiqibdi. Hozir ana u yog'ini rasvo qilgan joyimni borib to'g'rilamasam, janob mer yana tez sozla deydi. O'shanda keyin Spiderman qaytib keladimi yo'qmi bilmayman. Menimcha kelmasa kerak, chunki o'sha kelib bo'ldi bir marta. Qanday chiqib bo'lmayapti bu yerdan. Hop, mana obbo ikkita yetmay qoldi. Qayerdan olaman ikkitani? Bu yerdagi cho'pam yo'q qolibdi. Mayli, hozir janob mer uydan borib asbob uskunalarimni olib kelayin, keyin mana mashinani ham qaytib egasiga borib berishim kerak. Lekin shu yerda qolib ketdi bu mashina. Mayli, shu yerda tura qolsin. Narsalarimni olaman-da, mana bu ko'chani to'g'irlashim kerak. Ana yoqdagi uyni to'g'irlasam, keyin boshqa ishga o'tsam bo'ladi. Janob mer, narsalarimni olib ketishga keldim. Olaver. Mayli, hozir olib ketaman. Tak, bo'pti janob mer, rahmat. Arzimaydi. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men esa ishlarimni qilaman. Yo!